Samarqandda 2025-yilda 1 kub beton narxi qanchadan bo'lyapti? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Hozirgi kunda Samarqandda, ya'ni Pazdarg'om tumanida 1 kub beton 250 ming so'm bo'lyapti. Yana ham shunday kelamiz, joyiga qaraymiz, odamlar uylari, obyektlar bo'lsa, oralig'idan kirib, qo'l mehnati ko'proq bo'lsa 250 ming bo'ladi. Agar qo'l mehnati kamroq bo'lib turib, mana shunaqangi joylar joylashgan bo'lsa, yaxshi joyda joylashgan bo'lsa, narxini telefonda uyda egasi bilan yana ham kelishib, savdolashib qilaveramiz. Yana ham arzonroq bo'ladi. Balandlik 240 gacha, eniga har xil razmerga o'ynaveradi. Keyin yana bitta plus tarafi bor. Mana hozir ham mana betonimiz sal bitib, zamon talabiga binoan 600 gramlik, keyin bitta 1 metr chiqarib, 1 metr kirgizib, ko'p burchak, 4 burchak bo'lib qo'yiladi-ku. Har xil vaziyatga, variantga o'ynaydigan apolopkalar bular. 250 ming so'mning ichiga ustalarimiz kiradi, apolopkamiz kiradi, apparatimiz kiradi. Uyda egasi masalan 10 kun, 15 kunda quydiradigan betonni bizlar 4 kunda, 5 kunda quyib beramiz. Uyda egasi produktda pitaniya ekonom bo'ladi aka. Bundan tashqari Rim ustunlari xizmatlari bor ekan. 10 metrgacha balandlikda va xohlagan shaklingizda 2-3 kunda quyib berib ketishar ekan. Metr esa 200 minggacha. Kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilar ekansiz.